Rostdan 99 ming so'mga hamma yo'q ichida qilib beralamizmi? Beramiz, xudo xohlasa. Obetini qilib berasizlar. 99 ming so'mdan uylarga kirib, samarezi hamma narsasini. Faqat uni plafon qo'yiladigan bo'lsa, ABSda qo'yib beraveramiz. Muhammad aka, nimaga endi 100 kvadratli joyga 160 kvadrat ketadi? Burilgan joylari qanaqa burilyapti mana. Xudo xolasa chotki holatda bo'lgan. Ko'pchilik kelib alkafonmi, tunkafonmi deb rostdan so'rayapti. Bonuslar, chegirmalar qilib bir videolar chiqaryapsiz. Haqiqatda xalqqa manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum, barakot o'zchilar, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar. Bilaman, Abloshkani ko'rib kirgansizlar. Abloshka inshaalloh haqiqat. Hozir biz avvalo bu xonadonimizda qilingan ishlar va ular necha pulga tushgan, qanaqa rasxodlar bo'lgan, hammasi haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Tunkafonchilar yoki misol o'sha ustiga ehtiyoj sezayotgan yaqininglar bo'lsa, videoni yuborib beringlar. Inshaalloh manfaatli video bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Oldin akamizdan bitta so'ray, aka. Rostdan 99 ming so'mga hamma yo'q ichida qilib beralamizmi? Beramiz, xudo xohlasa. Tunkafon menimcha O'zbekiston hududida bunaqa narx men hali eshitmaganman. Menimcha podpischilarimiz ham ko'rishgan yo'q. Endi xudo xohlasa aka, ancha yildan beri ishlayapmiz mana. Tunkafonni rosa qildik aka. Endi xalqda ham o'ylagan payt kelibdi aka. Xudo xohlasa. Mana sizga aytdim, mana umraga qo'yilgan nimangizni ko'rib rosa xursand bo'ldim aka. Endi shunga men ham niyat qilib qo'ydim aka. Ya joningiz sog' bo'lsin aka, xursandman. Yaqinlar ko'rmaganlar bo'lsa, ko'ringlar. Umra safariga o'ynayapmiz. Bugun nechi? 14-yanvar bo'ladigan bo'lsa, avvalo vatan himoyachilarini tabriklayman. 19-gacha aka biz nima qo'yganmiz? Chegara qo'yganmiz. Ya'ni kommentariy, layklar soni ko'paysa, ya'ni 500 ta layk bo'lishi kerak edi, 300 ta kommentariy bo'lishi kerak. Kommentariyamiz o'sha 600 tadan o'tib ketdi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga alkafonga ham akam aytganlaridek chegirmalar qilib beramiz. Men doimidek kadr orqasiga o'tib olaman aka. Alkafon bilan adashtirib qo'ying. Tunkafon. Alkafonga o'xshab ketdimi aka? Yo'q, ko'rinishidan alkafonni beradi aka. To'g'ri kelib so'rayapti. Alkafonmi, tunkafonmi? Tunkafonmi deyapti. Yaqinlar ko'rdilar, meni ham ko'zimni aldab bo'ldilar akam. Aka, to'g'risi videoni boshidan aytib o'taylik. Necha yil bo'ldi endi? Ishlayotganimga aka bir 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil bo'ldi. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab xizmat qilaveramiz. Yoki da hozircha vodiy bo'ylab ishlayapti aka. Konkret odamlar Samarqand, Sirdaryo, Jizzaxdan telefon qilishyapti. Aka deb joylarni tashlab beryapti. Ularni ham xullas qilyapmiz. Ha, bo'lyapti, u tomon. Faqat konkret bo'lish kerak-da. O'zingiz bilasiz-ku. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa inshaalloh yurgizamiz. Yaqinlar videoni boshlaymiz, hisob-kitoblar, nima ishlar qilingan, qanaqa bo'ladi, ketadi. Muhammad Yusuf aka, ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan narsa aka, savol. Rangi nimaga bunday rang tanlandi? Ko'pchilik misol uchun bu videoni ko'rishdan maqsad nima qanaqasini tanlasam ekan degan savol ham bo'ladi. Shu narsalarga javob berib ketsak aka. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Yusuf, men Andijondanman. Tunkafon sohasi bilan shug'ullanaman. 10 ga yaqin gruppalarimiz bor. Ishlayapmiz, xudo xolasa. Endi hozirgi paytda aka oppoq fason 2025-2026 da o'sha trendga chiqib bo'ldi aka. Juda ko'pchilik o'sha skromli narsaga o'tyapti, shuni hisobiga oq qilinyapti. Necha yillar maloshni qilindi bu narsa. Shikalat, maloshni, mokri. Bundan oldin oq bilan mokri ham rosa moda bo'lgan. Endi hozirgi paytda juda ko'pchilik oq qildiryapti aka. Oq. Shuning uchun akam oq qilganlar bu joyga. Xonadonimizga oq qilganmiz aka. Mana bitta kirib ko'ramiz, ishlar ichkarida qanaqa ishlar bo'lgan. Mana ko'ringlar yaqinlar. Endi to'g'risi bu remonti to'liq bo'lmaganligi uchun bir-birini to'ldirmayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'z bilan ko'rganda juda ham boshqacha chiqqan. Xo'p, akalar mana bir boshqatdan ko'cha shapkani ko'rsatdingiz aka. Xo'p, endi bu darvozaxonamiz. Darvozaxonaga to'g'ri kirganingizda mana o'ng qo'ling burilib ketgan. Bir narsaga ahamiyat berishingizni so'rab qolaman. Burilgan joylari qanaqa burilyapti mana. Xudo xolasa chotki holatda bo'lgan xonadonimiz. Ko'pchilik kelib alkafonmi, bu tunkafonmi deb rostdan so'rayapti. Endi ichkariga kiring aka. Ichkari shapkalarni ko'ring. Xudo xolasa ichkari shapkamiz P holatda bo'lgan. Bu yerga bir neobычный fason qilganmiz. Xudo xolasa xonadonimiz haqiqatda bir juda ham bir odam ko'rganda maza qiladi. Bezillamaydi. Ko'ringlar. Endi aka o'sha narsaga to'xtaymiz. Kvadratura masalasi. Kelib sizga aytdim Muhammad Yusuf aka, nimaga endi 100 kvadratli joyga 160 kvadrat ketadi? Bu to'g'rimi shu narsa aka? Yoki da misol siz lishniy rasxodga olyapsizmi? Qanaqa hisoblaysiz aka? Buni qanaqa oqlaymiz? Bu yerda o'zi hozir ko'pchilik tushunib qoldi aka. Oldin
yangi boshlagan paytimizda juda ko'pchilikda masol bo'lardi. Bo'ladi. Endi tushunmaganlarga bir tushuntirib qo'yaman, bilganlarga eslatma bo'lib qoladi. Eslatma bo'ladi albatta. Xo'p, tunuka boshlanayotgan detaldan boshlanadi. Masalan, oldiga qosh qo'yyapsiz. Mana shu narsa 31 santimetrdan chiqadigan bo'lsa, bu 20 santimetr joyni yopadi-da aka. Bu degani 10 santimetr ichiga kirib ketyapti degan. Uje. Ha, undan keyin tagidagilari ham xuddi shunga o'xshab bo'lganning hisobiga, tillarning hisobiga ichiga o'tib ketadi. Ustimiz qatirilganning hisobiga. Masalan, uyimiz hozir 100 kvadrat atrofidagi joy, mana shu misola. Bu yerga 190 kvadrat, 180 kvadrat atrofida material ishlatilgan. Ishlatilgan, demakki. 100-110 atrofida chiqadi, nari borsa. Joy bukilishlari, ustiga minishlari, boshqalari bo'lib turib, kvadrat turi ko'tarilib ketar ekan. Endi misol ko'pchilikda tortishuvlarga sabab bo'ladigan narsa, o'sha aytib o'tganimdek, 50 kvadratli joyga ko'p ketadi. O'zi aslida aka shunaqa qilib qilsa ham bo'ladimi? 50 kvadratli joygacha 50 kezib qilsa bo'lmaydi, chunki tunukani o'zini bezga o'xshab tortib qo'yib bo'lmaydi. Osilib ketadi-ku. Tunuka nimaga mustahkamlashadi? Tunuka bukilgan sari baquvvatlashadi aka. Shuni hisobiga bukiladi tunuka aka. Masalan, 50 kvadratli joyga 60-70 lik qilib qilsa bo'ladi-yu, ozroq ketadi. Ekonomika qilgan holatda. Endi fasoniga qarab turib qo'shilib boraverar ekanda aka. Endi misol uchun narx-navolarimizni aytsak-da, biz aytgan bonusimizni. Xo'p, aka, narximiz o'zi 100 hozirgi paytda standart qilinayotgan holatda aytaman-da, endi ko'proq. 120 ming so'mdan 140 minggacha qilinyapti aka, holatiga qarab. Endi uyni balandligiga qarab, masalan, balandroq joylar qimmatroq, uyga qarab kelishyapti pullar. Kelishilinadi. Qisqa qilib aytganda, hozir 99 ming deyotganimiz, siz mana juda ko'pchilikka mana ko'ryapman. Hali bonuslar, chegirmalar qilib bir videolar chiqaryapsiz. Haqiqatda xalqqa manfaatli bo'ladi. Albatta. Endi men ham o'zim sohamdan kelib chiqib turib, bizni ko'rayotganlarga mana vaqt ketyapti-da, hech bo'lmasa. To'g'rimi? Shu. Ketgandan keyin kommentariyaga yozayotganlar bor mana, to'g'rimi? Shularga men ham dilimdan o'zim nimadir bir bersam, aka, xudo xolasa, rivojlanadi. sizni obunachilaringizdan bir duo qilib qo'ysa, aka, yaxshi bo'ladi. Inshaalloh aka. Xo'p, endi narx-navosini aytdik. Bu hudud o'zgargandan keyin ham narxi o'zgaradimi aka? Endi aka, iloji boricha o'zgartirmasga harakat qilyapmiz. Aloqaga chiqishsin, xudo xolasa. Kelishtirib, chiroyli qilib. Yuragida o'ti bor qildiraman degan odam bo'lsa, aka, men ancha-munchasi qaramayman. Yuraman. Dangalchi bo'laman, xullas. Shunaqa. Xo'p, endi biz yaqinlar sizlarga eslatma qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Muhandis akam bilan boshlayotgan o'yinimizni qoidasini aytib o'taylik aka. Bo'ldi aka. Xo'p, qoida bo'yicha qanaqa bo'ladi? Bizni videomiz bugun hozir 14-chisda olyapmiz. 16-ga chiqaraylik videoda aka, ha? Ertaga emas, indinga chiqaramiz. 16-chislaga sizlar videoda ko'rayotgan bo'lasizlar. 26-gacha 10 mingta ko'ruv, 500 ta like, 500 ta kommentariy bo'lsa aka, kommentariyadan aniqlaymiz. Bo'ldi. O'sha biz qilib bermoqchi bo'lgan skitkani, ya'ni 99 ming so'mdan kvadraturasi, hamma narsasi ichida, lekin Ahmet qilib berasizlar yaqin. Aytib qo'ying. Ahmet qilib berasizlar, chunki bu narsa masalan o'zim ham videolar ko'rdim bu haqda, shuna bo'lyapti. Abetini qilib berasizlar, 99 ming so'mdan uylarga kirib, samarezi hamma narsasini. Faqat uni plafon qo'yiladigan bo'lsa, abesda qo'yib beraveradi. Plafon qo'yish kerak bo'lsa, lekin narsalarni olib beradi. Tunikali joylar, xizmati, lesalarimizgacha xullas. Hammasi 99 ming so'mga aylanadi. Biz o'sha sizlar yozgan kommentariyadan aniqlaymiz. Endi kommentariy yozib, menga tunikafon kerak emas. Misol uchun men qiladiganim qilib bo'lganman, yo men domda o'tiraman, yo men misol O'zbekistonda basman hali deganlarga nechta beramiz aka? Ularga alohida bir $100 beraveramiz. $100 berar ekan. Prosta beramiz. Shunchaki, misol uchun kommentariyadan aniqlaymiz, ya'ni 16-kuni o'yin boshlanyapti, 26-kuni tugayapti. 10 ming ko'ruv, 500 ta komment, 500 ta like yig'ib bo'lgandan keyin biz random programmasi orqali aniqlaymiz. Yo, menga chegirmadan foydalanib, men qo'shnimga shu chegirmani hadya qilaman deganlar chiqib qolar balki aka. Menga $100 bermayman-u, mush chegirmani qo'shnimga qilib bering. Yo, amakim o'g'liga qilib bering deydiganlar chiqib qolsa ham gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston hududida, yerda ustida bo'lsa, borib qilib beramiz aka, inshaalloh. Ha, bo'ldi. Yaqinlar menimcha o'yin sizlarga tushunarli bo'ldi. Oddiy hech qanaqa narsa kerak emas. Shu kommentariyasiga yaxshi yozib qo'ying, chiroyli. Hali negativ Mashalloh deb bir qo'llab-quvvatlab yozib qo'ying. Odam haligi kommentariyani ko'rgan, yana ishlaringiz kelib ketsin. To'g'risi aka, men darvozachilar bilan ishlayman, video qilaman. Mana hozir misol siz bilan ishlab turibman. Yaqinlarim bu insonlar ijodkor insonlar. Men shuni deb o'ylayman aka, usta bas oddiy aka. Misol oddiy ustalarda zamoni to'g'risini qo'pol qilib aytaman, o'tib ketdi. Misol 50 yil, 60 yil oldin
o'sha uy, o'sha pataloy, o'sha tom bo'lganda aka, endi bundan buyon ustalar ijod qilishyapti. Mana qaranglar, yaqinlar bu o'ta chiroyli chiqqan. Men o'sha videoni boshida ham aka Alikafonmi deb bordim, Tunikafondan shu narsani yaratishyapti. Shuning uchun ijodkor akalarimizni qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab tursalar, akalarimiz ham shunga o'xshagan chegirmalar, skidkalar qilib sizlarga taqdim qilishadi. Menimcha endi aka narx aytadigan joyi keldi. Mana shu xonadonimizga necha pul ketgan aka? Xo'p, aka bu xonadon o'zi to'g'risini aytish kerak. Bu xonadon o'zimning xonadonim aka, to'g'risi. Bu xonadonimizga o'xshagan joy bo'lsa, Tunikafonda o'ziga 30 million atrofida taxminan pul ketadi. Pul ketadi. Endi bu yerda qo'shimcha qilib aytib o'tib ketish kerak-da aka. Tanlovi bor. Tanlov ham polni tanlov qo'yilganda bu yerga ko'cha tomon, ichkari tomon chakis tanlov qo'yilgan. Endi men buni ko'p joyda mokriy tanlovga oq tunikafon qilardik. Buni sinash maqsadida qildim to'g'risiga. Oppoq fasonga oppoq tanlov qanaqa turar ekan deb. Mana ko'rib turibsiz, haqiqatda go'zal turibdi. Yana kimgadir mana shu narsa ma'qul kelsa, xudo xolasa qilaveramiz. Realni chiroyli. Bizni o'zimiz uyimiz obrazetsda, masalan 2 yil 3 yillarga yana boshqa dizayn chiqsa, buni olib turib boshqa odamga berib, yana boshqacha dizayn qilib sinab ko'ramiz. O'zimiz uylarda, o'zimizni qilinmagan joylarimizda sinab turib, keyin xalqimizga xudo xolasa taqdim qilamiz. Yaqinlar. Ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqishaversin. Bizda 100 dan ortiq kataloglar bor. Bemalol ko'rib tanlayveramiz. Tashabbirlar. Endi yana bitta narsa, akam Instagram sahifalari, boshqa sahifalarini pastda opisaniyada silkasini qoldirib ketaman aka. Xudo xolasa o'tsalar ham bo'ladi. Aynan ushbu video kollaboratsiya bo'lgan akam YouTube kanallari bilan, balki qolgan ishlarni u joydan ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Nima qilaveradi, xudo xolasa. Yaqinlar joninglar sog' bo'lsin, qo'llab-quvvatlab turasizlar albatta. Akamizni, hammamizni bir duo qilib, bir-birimizdan to'g'risi aka, shu narsa aka. Mo'mindan mo'minga duo eng keraklisi. Shu yaqinlar menimcha hamma narsani tushuntirdik. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.